Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Aniket. Bugungi videomizda top 3 sara animelarni sanab o'tamiz. Birinchi anime bu Gachiakuda. Bu anime juda ham zo'r anime. Ya'ni bir tepalikdan kelgan bola bo'ladi. U joy juda ham toza bo'ladi. Tepalikdan pastga musor tashishadi. Past musorga to'lib ketadi-da. U bola o'ldirgan bo'lib turib pastga uni tashlab yuborishadi, lekin aslida u bola hech kim o'ldirmagan bo'ladi. O'z otasini qotillarini qidirib pastga tushadi. Qarochi pastga tashlab yuborishadi uni. Chunki ular juda kambag'al bo'ladi. Tepa ikkiga bo'lingan bo'ladi. Yarmida boylar, yarmida kambag'allar yashaydi. Kambag'allar jinoyat qilsa, boylar kambag'allar jinoyat qilishi mumkin emas deb turib pastlikka musorlar tashlanadigan joyga tashlab yuborishadi. Oxir oqibat o'tda ham hayot borligini tushunadi, yaxshi hayot borligini tushunadi. Anime juda ham bomba, ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Endi ikkinchi animega o'tsak, ikkinchi animening o'zbek tilidagi nomi Zulmat farzandi. Bu ham o'ziga xos anime. Dunyoda Oni va odamlar birgalashib yashaydigan dunyo bo'ladi o'z aslida. Buni ismi Vashshe ismida bor. Qarochi bu otasi anaqa odam bo'ladi-da. Bu Oni bo'ladi, asrab olgan bo'ladi. Qarochi otasi buni qutqarib qoladi, keyin Onilar maktabga tushib qoladi. Maktabda o'rganadi. Keyin bu keyinchalik odamlarga qarshi urush boshlaydi. Juda ham zo'r anime, ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Jangari, action anime. Vashshe tavsiya qilaman. Ko'rmagan bo'lsanglar ko'ringlar. Keyinchalik bu animedagi bo'ladigan voqealar ham juda ham qiziq. Odamlarni askarlarga qarshi urushadi. Ularda ham qobiliyat bo'ladi. Qora tutunli qilichlardan foydalanishadi. Qora tutunli narsalardan foydalanishadi. Bular qondan foydalanadi. O'ninglar yomon katta urushlar bo'lib ketadi. Qarochi vashshe qiziq anime. Uchinchi animemizga keladigan bo'lsak, hammaga tanish Free Force. Bu animening hozir ikkinchi faslimi chiqdi menimcha. Juda ham zo'r anime. Bu bolaning qobiliyati bir ikkinchimi, uchinchi avlod qobiliyati bo'ladi menimcha. Oyoqdan olov chiqadi, juda ham tez anaqa yurishga muvaffaq bo'ladi. Birinchi sezonning oxirida yorug'lik tezligidan ham tezroqqa chiqa oladi bu bola. O'z ukasi bilan urushadi. Ukasi bilan keyin tanishib oladi menimcha. Qarochi juda qiziq anime. Ko'rishinglarni maslahat beraman. Nechta anaqa Free Force o'zini agentlariga qarshi chiqadi. Juda ham zo'r anime. Adolat tepada o'tirganlarga qarshi chiqadi. Vashshe tez yuguradigan odam bo'ladi. Qarochi vashshe zo'r anime. Shun bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Kommentariyaga o'z izohinglarni qoldirib qolishinglarni so'rayman. Qarochi shu 3 ta animeni ko'rib chiqishinglarni xohlardim. Chunki zo'r animelar. Men o'zim bularni bir haftacha ko'rganman. Vashshe zo'r animelar. O'zim ko'rib sara-saralarni qo'ydim. Uchalasi ham bir-biriga o'xshaydi. Jangar birinchi qo'ygan anaqa birinchi anime, uni vashshe anaqa qayg'uli, prikol joylari yo'q deb o'ylamanglar. U ham juda ham prikol. Prosta rasmlar juda qayg'uliga o'xshaydi. Atak u ham zo'r. Hammasi zo'r anime o'zi. Hammasi bir-biriga o'xshaydi. Action, jangari, vashshe imba. Qarochi vashshe zo'r. Tavsiya bergan bo'lardim. Bugungi videomiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Hammanglarni ko'rganimdan xursandman. Ko'rishguncha.